Assalamualaikum sevimli gençler. Hammalarning çok hayırlı olsun. Bugün Eid'in ikinci günleri olsa Eid'nin hemen tünügünden Eid patlavatımız, etrafta Uygurlar köp bulmagan, mesela Azrayında yaşavatkan qarindaşlarımız hiç umma degende öğlenip pakı süpürüp tazlap, dastıxanı silip, sağızlarımızın tizip, bir heyit ötküzüş için tirişiyatımız ballarımızga heyitlik keyfiyet yaratish, ular Uygurlarning heyitni qanda ötküzdüganligini his qildirish uchun bar kuchimiz bilan tirishiyatimiz. Bu iki gün jarayonida hammamiz öteni seg'indik. Hammamiz birga kelsak cho'qim bolaligimizdagi heyitlarni eslashdik. Va yana shundaqla men o'ylayman shaxsan hammamiz onamizni bakrak seg'indik. Onalar onasini seg'indi. Dadalar anasını seg'indi. Balalarımız, yaşlarımız hammaylar anasını seg'indi. Men kichkimdan bek yaxshi o'qigan bo'lg'achqa, bu balam o'qiydi deb uy ishiga selinmagan edim. Shuna o'g'achqa sangiz salolmayman. Bek suyimlik bir hadam sangiz avatibdi. Mana shu sangiz bilan heyit bo'ldi. O'ylab qoldim. Qo'shganni qanday qildi deb so'rdim bir do'stimiz eyitlab ketdiki. Bilamlar desam, anam bilan bir qaytim qilib boqqan deb. Çoğun apamdan poşkalını şuna yegim geldi, lekin qanday qilishni bilamadim. Anamni esladim. Kichik chog'larimizda kelishdan bir hafta 10 kun burun kiyim tikadigan ishlar ustida tikilishni boshlaydi. Bozorlardan tayyor kiyim oladigan bo'lsa oladi. Yiliq kiyimlarimizni sinab boqdik, kiyib boqdik, yana qatlab tagchiga egizga olib qo'yadi. Undan keyin kiyizga qatdik. Bu kigiz qirqish heyitdiki acayip çoğun bir işte bütün öylenik öy götürdük deydik. Ondan keyin gilemler kigizler qiyqaladı, öyle aramla pakı süpürüp susip bilip kış olsun yaz olsun o'xshash ko'chalar eshik oldi bir yerlarga pakı süpürületti. Şimdi onlar bir gün tonur qizitib yoqatdik. Bizning tonur cho'ngdi, mahallada asosan ikki odamning tonuri varmidiki yoki qanday ish qilib bizning ko'chadagi barliq ayollar bizningki uyga noyoq qilib keladi. Cho'ng opam nonni bek payz yoqadigan. Shuna bo'lgandan keyin hammalar xemiyalarini bo'ldirib, yo'g'on tanlarini ko'tarib kelib xemiyalarini ilib biz nonni yoqatdik. Bizga kichik to'qash deydi. Mundaq to'qach deb 8 şekillik mındaq iyiqçaqda qilib yasab to'qashlarni yig'ib beradi. Tono beshida o'ynaydik. Tono beshilik eng suyimlik ishlardan birisi mush to'qacha yeyish bilan, yana birisi dabxonning kulini tatish deymiz. Har qaytim o't saqan vaqtida kulini tatdimiz ya. Dabxon elaqa tonurning kichik ishkini nemisini qashqati dabxon deymiz. Dabxondan kulini tatib chiqarish biz yaxshi ko'rgan ishlarning biri. Andan eng oxirida ko'mach kumimiz tonurdaki qap qalgan o'tqa. Ondan keyin yana nayt hayajonli ishlarning birisi har tarafdan keladigan urug' tuqqanlarni saqlashdi. Cho'ng opam aytgan kunda jiq vaqtlab bo'pmish qurban etdi qo'y so'yimiz, qo'yninki kalla paqalchiqlarini uklab tayyor qilamiz. Oyoq bir kun kechgacha uklanayotgan, chiqayotgan, pishirayotgan qizarni esib qo'yib Çoğun apam eshikni oldiga chiqadi. Kelayotam deganda deb qaraydi. Yana kiradi, yana chiqadi. Esimda rahmatli cho'ng dadam. Yani Qashqarda bu cho'ng dadam deganimiz buvimizni, cho'ng opam deganimiz mo'mamizni ko'rsatdi. Voy chiqaverdi kelsa xotin u eshikni oldiga kelgan bola yenib ketamdi, keladi chiradi. Darvoza ochiq turadi. Biz mahalladagilar deylik kiyimlarimizni kiyib necha qitim kiyib bo'latdik. Kiyib yana qilib damiltib ondan keyin yana bir unutilmas suyimli ishlarning birisi heyitlik pul yig'ishdi. Shu bizning tuqqanlar orasida bankada ishlaydigan bir tuqqanimiz borda. Biz akam, ya'ni akam deganim tag'am bo'ldi, onamning ukasi.
şu bankada tekişettirik paycı bulanı. O zamanlarda 5 moçen, pişikoy 2 moçen deydi. Şu 90. yılların başlarını eslavattım beni. 93-94'ler buluş gerek. Şu kulakını kesip pul deydi. Yılıq pulla manda kısa ayaktan konu kesip pul. 2 moçen, 5 moçen işte bir et. Öyle kelgenler bu heyitlik belgen vaqtidagi bu heyitlik hayajonga hech narsa to'g'ri kelmaydi. Heyitliklarimizni yig'atdik. Bular heyitlik qilasiz, ular menga gapiranglar, men yig'ib birimjima deydi-chu cho'ng opam. Ha deb biz beratdik. Shuning bilan o kunda bozorga berib, heyitlik olgan pullarimizning hammasiga o'yinchoqlarni bizning yeb kelamiz. Barimiz bozorda lampon, o'yinchoqlar. O'yinchoqlar shunchalik oddiy. Mundaq pul desak ovoz chiqadigan qushqashlar. Mundaq qilvasak osmonga uchadigan aeroplandek narsalar, sharlar. Ondan keyin öy heyitlashatdik. Bu heyitlarda yana onalarimiz tamoqlarni qiladi. O zamonlarda bir uyga masalan ma'li butun heyitlab keladi. Cho'ng ayvon deymiz. Ayvonga normalda 40-50 odam keng kushada sig'adi. Bu hovlidagi peshayvon. Ayvon uyning ichi peshayvon. Peshayvonga men nurg'un mehmonlar sig'adi. Ular tamoq tatgan vaqtimizda onda 60-70 chini sunmaydi-ku. Telenge. Yani mundaq cho'ng patnuslar, cho'ng taxslar bor, o telengi deymiz. Qumul tarafda ligan deydi ekan uni. Shu telengini usitu 4-5 odamning oldiga bir keladi. Bu yolg'iz polal emas, balkim qo'rdoq, mosh cho'p, tamoqlar shundoq keladi. Dasturxonlar eng jiq tiziladigan narsalar xosin, gazir, kemput tiziladi. Kemput deganimizda Memphis deydigan bir xil kemputlar bor-ku, ilaqay. Teshida sulyo uralmisi yo'q. Öymü yeyitlashatdik. Bu yeyitlashgan vaqtimizda sel jiroq yerdagi tuqqanlarning uysiga tarayib o'tirib boradi. Bu bizning bolaligimizdagi eng unutilmas manzaralarning yana birisi. Tarakturga yoki eshak aravaga o'tirib sel jiroq yerdagi tuqqanlarning uysiga yeyitlab berish. Bu tuqqanlar normalda qudubajilar degandek ashtaqlar bo'ldi. Bu narsalarning hammasini xiyol qilib chiqdim. Biz şu yuqorida o'tgan ekan nurg'unlagan uşaq tafsilotlar bor bu heyitda bizning eslaydiganlarimizda heyitlik kiyimlarimiz, uxlayolmasligimiz, mahalgi bolalar bilan o'ynashlarimiz, ishqilib butunlay qaynab tashqinliq bir hayot. Biz chet elda bolalarimizni deb qildik. Qanchalik kishi uyimizga sangiz tizaldiq bilmaymiz. Sangizi bo'lsa heyit bo'ldi degan gap. Dasturxonda hech nima yo'q. Sangiza miyaq tarafda gul tizib qo'ygan bo'lsin, bu uyda heyit bo'ladi degan gap. Sangiz salolmaydi ekanman. 2017-yili Turkiyadagi vaqtimiz tunji qatim bir sangiz salayli dedik. Shundoq qildik, yo'ldoshim bilan ikkimiz birga. Sangiz qozonga tushib ketdi. Lag'man sizgandek sizib avatimiz sen tushib ketdi. Taxminan yo'g'on bir das sho'g'irgan xemirda buzulup tüzülüp bir gün keşkiçi zada şu manqamızın tatıp aran degende bir 3 qor sangiz çıkardık. Ondan keyin sangiz sep bakmadım. Başka qiyıqça deymiz, pechen pranik deymiz, nurg'un narsalar bor. Heyit bir yilda 2 qatim keladi, Ro'zayit va Qurbon hayit. Bu 2 heyit bütün bir yilga tetig'idek insonga xo'shallik, tasalli, nurg'un narsalarni ato qilib ketadi. Bu 2 heyitni heyit qilib turayotgan mushu narsa nima desanglar, heyitlik uy va heyitlik dasturxon ekan. Dasturxon tizilgan narsalarni qilolmaydiganimni his qilib, masalan Uyg'urlarcha yashaydigan yerlar Istanbulda qilolmaydiganlar sotadi, olsaq bo'ldi. Yoki boshqa yerlarda shuni qilib turdi, pul berib qo'ysa bo'ldi. Ama o'ylayman, uyda yiliq sangisagan kichik chaqlarimizdagi sambusa, quymoq, pechedan pranik, bolalarimizni atrofda yurayotgan bu tuyg'ularni men qat'iy uygunma deb niyat qildim. Bu pulga setilishi bilan emas, balki mushu jarayonniki bizning hayotimizga ato qilayotgan go'zalliklar bek cheksiz bo'ldi ekan. Anam shunchalik asildim. Bayda o'tganda gapimizni yig'ib yeysak,
Analar aykelimiz. İki kızım var. Bu kızlarımın ana oğlan halatını oylayman. Bana oxşap qalsa deb, bana oxşasa xeyli ravurs bolup da, endi anam bilan selishtirganda yana ravurs emas. Chunki men hechlik dostliqimni pek ko'nglimdagidek qilolmadim. Chiroyli silindim, silindi, me'morlarimni uzatdim ama anam bana bergan o yiliqi qizg'inligi, yiliqi suyunishini men bolalarımı bir aldım yo'qmi bilmayman. Turkiyada Ro'zayitni shekar bayrami deb ataydi, ya'ni kamput bayrami. Kichik bolalar bütün qo'lim qo'shnilar hammasini ishkin chekib, "Hayitingiz muborak bo'lsin" deydi. Uy egasi bolalarga kamput, shokolad, u bu narsalarni berdi. Bolalar ashay kirib, xaltasini evlib, ashundoq kamput to'plab chiqdi. Bizning mening bolalarim bütün gün et degani chiroyli yasinib, atlas kiyim do'ppilarni kiyib chiqyapti. 2-3 soat bütün endi mahalla deganda bizning qo'rg'onning ichida ishki bino bor. Ishki binoning bir binoda 20 necha qavatni bo'pti. O sen anchital kamput bo'pti, men manchital bo'pti, ma mening pulim, a sening puling deb. Mening bolalarim pullarini boshqalarga yordam qilish uchun yig'yotdi. O'zingni yaxshi ko'rgan narsalarni asaqlab bo'ldi desam, o'tgan og'riq bir qiz uchun maktabida iyon to'plagan. Shu vaqtida bütün o'ziniki yig'yotgan qutisdagi pullarni olib berib bergan uchun biz shu pulni chiqarib topsa ash qizaloq yana aprayli saqayganmidi deb g'am qilib mening bolalarim berayli deb. Yaxshi dedim. Anamni bek seg'indim. Kichik chog'larimizda o'tkazib qo'yishim faqat xo'sham yo'qdi. Bir kun dedim. İş topolmagandan po'q yeb dedim-chu. Chunki hozir turbuva ishlamayotgan sharrat qilamiz, oyoqdan oson ya. Ammo biz kichik chog'larimizda turbi yo'q, suvni o'stangdan yoki ko'ldan ekirmiz. Ondan buningki junduzni jundichiligiga to'kib, to'xtamay jundi to'kamiz. Yiliqi 3 ayning ichidagi endi buni chiqarish uchun 6-7 chilik uni to'kib qavatgan 7-8 xotin kishi kech ishlasa, oxirida ularga yigida qammayotganchu. Bir muncha odam shig'ilib yegandiki. Atagandan kechki nimanda bijmin yeydigan ishni tepibdiki deb boshlaq degan. Hozir o'ylasam nimda aqlliq. Ashundaq mehnachiliklarni pak-pakiz noyitdi yeyishlik o'tkazib aylantirib oladi. Onun ikimiz kallı fiklep kallı yegen bilen hoşam yoktu çünkü kallı payçak bilen. Şunun gibi deydim, vay can bu güç oğanken teya güçmeyin ne bilen oylap tapkan bu oydu. Bugünkü günde hem yerde kollagınlık peptet dep gitvatkan neslerimizin kallı pakalcaktan çıkıvatkını bizge vaxtımızda bizning ota boğularımız nemi degen usta doktorken dep oyuldu. Anam keçi şoxlayacağım, lazıcağım dep. Aşındaq hozirgidek undaq qishdimi sho'xla lazli bo'lmaydi ya. Kuz kelib qolsa yoki sho'xla lazlarni quritadi. Yoki ashundaq shishilarga saqlab necha yil hech nima bo'lmaydigan shaklda saqlab oldi. Ashundaq qiladi. Gulkash tilaydi, yoki nima qiladi. Men o'ylaydim, uni intayin bir xil mening nazarimda kitob o'qish, dunyodan xabardor bo'lish, tarixini bilish, millat uchun, vatan uchun bir ishlarni qilish ajoyib ulug'vor ishlar hisoblanadi. U ishlar hayotni isrof qilayotgandek tuyuladi. Anam mendan shuni faxrlanadi-da. Voy bolam, bunday ish deganni sizdek ishni qilolmaydiganlik kelsa, siz pul setyapsiz. Bular hech qisi yo'q bolam. Kitobingizni o'qing, uyqu deb. Hozir o'ylasam, anam shu jurnallari bilan biz davatgan milliy kimligimiz, madaniyatimizni tikib saqlab deb. Shu tomoqlar bilan men 7 yil yashapman. O'zimizning Uyg'ur tomoqlaridan boshqa bir tomoq og'zimga tetmaydigan bir holatga kelib qo'yibdi-ki, men uyda o'zimizning Uyg'ur tomoqlarini qilaman. Bu yoqdan so'zlab ketdim. Bugun nima demoqchidim? Hammamiz onamizni seg'indik. Bizning qizlarimiz keyin ona bo'ldi. Biz ona bo'ldik. Ben yana nurg'unmi shu. Meni ovozimni anglayotgan qarindoshlarimizning ko'pinchisi ona bo'ldi.
Analar kelgüsünü tug'di deymiz, millatni tug'di deymiz. Analarni kim tug'di? Analar tug'di. Analar, dadılar, cemiyet, kişiler, qo'lim, qo'shni, maktab, ma'lim, hammasi tarbiyaleydi. Bu şehitimizni yet qilgan analar, bolalarimizni tug'digan analar, bizni tug'digan analar, milliy kimligimizni, diniy e'tiqodimizni, musulmonligimizni, vatanimizni tug'digan analar. Analar bek muhim. Xonim qizlar tarbiyasi intayin muhim. Analarning qadr qimmati, suyilishi, asralishi, ularga yetarli darajada muhabbat va qadr qimmatning berilishi intayin muhim. His qilsanglar tunugun bo'lganlar asosan xonimlar hammamiz oshxonada shunda jiddiy ishlab ketdik hamda. Qo'limizdan kelganini dasturxonimizga tizdik, mehmonlarni uzatdik. Qanchaga chiq mehmon kelsa shunchaga xush bo'ldik. Men hadim demadim. To'xta, men chin qachlar sho'ylab turdi, aylanib turdi. Analardan nechimiz hal sorduk. Sevimlik dadalarga, erlerge deydiğini. Vatanda anamızın sığıngan vaqtida yenimizdeki balamızın anısıga Xud anamdek dep turib muhabbet bəsənlər. Vay rahmet xudu, masanız necep çıraylı qısapsızlar. Məsələn, əgər sanızı üssəmğan bolsa, mavay cep oxşapdı, herib kettanlımı, o bu degендek bu nəslər. Üçüncülük geplər yetidu. Bir atal kemputni elib dastıxandaki tızığını. Vay yeyitlik birey dep tayya kemputni elib ağzı sep qoysanlar mı yetidu. Anamni sığınğan sır analarning qancha muhimligini his qıvatdı mən. Nurgun analarni tanıdım. Bu bir yıl jarayonida xizmat ehtiyojı bilan yüzlagan analar bilan tanıştım. Bütün analar o'zining bolalarini intayin yaxshi tarbiyalashni orzu qildi. Bek yaxshi tarbiyalashni orzu qildi. Bolalar uchun barliqini ataydi. Men deydigan narsa yo'qolib ketadi, bolam degan narsa qoladi. Salomatligi, arzu armonlari, kayfiyati, xo'shalliqi, ayollik jilvasi, analık latapti, nurgun nesli asta-asta g'uvalishib ketayotgan. Nurg'unlarning o'zininki o'ziga bo'lgan memnuniyat tuyg'usi intayin tuvan. Men yaxshi ana bo'lolmayapman. Bolalarimni yetarli darajada yaxshi tarbiyalayolmayapman. Yaxshi ayol bo'lolmayapman deganda men millatim uchun bunday ish qilmoqchidim. Nurgun arzu armonlar asta-asta ko'milib, o'ntinsiz yo'ldim yengayotidi. Sizlar ko'ryapsiz, nafas olayotidu. Uylarni tozalayotidu, tomoqlarni etayotidu. Ammo ruhiy bag'an siri tugshab ketayotidu. Bolalarimizning taraqqiyoti, bolalarimizning sog'lom, xo'shal-xuram, aqlliq, yaramliq, ikkili dunyolikqa o'zining, millatning, vatanning va bizning xayrligimiz uchun, ikkili dunyoligimiz uchun saodatli farzandlarni hayotida analar intayin muhim rol o'ynaydi ekan. Heytda buni texnik cho'nqur his qildik. Bu analarning hayotida dadalar bek muhim rol o'ynaydi. Erta dunyo kitob o'qish kuni oxirida men bir kitob tavsiya qilay. Tavsiya qilgan kitoblar jiq. Men shu ilmiy yoshlar guruhi tarafidan tayyorlangan, olim yetishtirgan analar degan kitobni o'qiyapman. Bu kitobni o'qib bo'lmadim. Shunga buni hozircha bugün onu tavsiya qilmayman. Balki bizniki suyimlik ustozimiz, faxrlik qizimiz Nazira Muhammad Salihninki Sharq yulduzlarini izlab degan kitobi bor. Mushu kitobni sizlarga tavsiya qilaman. Sharq yulduzlarini izlab ekronni ko'rayotgan bo'lsanglar, buningda islomdagi mashhur ayollarningki hayoti tasvirlandi. Kitap Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan 2004-yilda nashr qilingan, birinchi oyda. Shu zamonda men buni o'qigan kitobning kirish so'zi ajoyib ruhimni zilzilaga solgandi. Mushuni sizlar bilan birlikda o'qib chiqaylik. Men oxir bu kitobni yozish qaroriga keldim. Cho'mishning o'rniga qalamni oldim. Reallikdan beshimni ko'tarib, tarixning nurliq osmoniga nazar soldim. Osmonimizda qiz ayollarning yulduzi xiralashib qopti.
Edep bostanının zıbağunçıları, aile gülistanının mihirlik pervişkarları soluşqa başlaptı. Şu sebepten bir elgi baş, bir qoşunğu selki boğudaki yigitlerimiz hem söylediğin ayrılayı dep qaptı. Begimiz xazan bolmasın, asmanımız yurtsuz qalmasın, ballarımız anısız boyun qısıp yürümsün dep oyladım. Çünkü vicdani mesuliyet ve imani terbiyet bilen analık şartını hazırlamagan ananın balları tug'ilgan kundan başlap yetimdir. Analarning beshik devretken pak qo'llarida millat devreydi. Ayollarning qalbi kirlashsa, bir millatni kir bosdi. Men chet elga o'qishni tugatib qaytib kelganimda reallig'imizdagi nozik bir masala meni o'yga soldi. Bu yerdagi haqiqatdan men ko'rgan marmar shaharlarga o'xshash ajoyib taraqqiyot. Egiz binolar, aynak yo'llar. Biroq o'xshamaydigani bu yo'llarda ketayotgani o'likdan farqlanmaydigan ruhsiz chiroylar. Yo'l bo'ylarida ayollarning azam paypoqlarini, ich kiyimlarini setayotgan qaddi qomatli yigitlar. Kunda necha qitim onasining tayoq dashnamlari va dud deb tillashlari ichida xudiksirab o'sayotgan bolalar. Erlarning beshi tushib, izzat hurmati tuvalligan, erlik salohiyat o'z o'rnini topmagan jamiyatda ayollar tarbiyasi to'lim muhim. Hammada biz ayollarning bir kishilik mas'uliyati bor. Chunki biz erlarga kuch-quvvat, shijoat ato qilg'uchi, bolalarimizni ishonch va aql bilan cho'ng qilg'uchi, shunga to'p ostida yotgan ulug' onalarimizning hayoti orqali tirik onalarni uyg'otay dedim. O'g'limning mag'ziga suyganda, to'pida o'ynayotgan minglab bolalarni suyay dedim. Diyorimizda va chet elda o'qigan o'qishim, o'rgangan ilmlarim bilan bu oddiy kitobni tayyorlab xalqimizga ichimdan kuyay dedim. Kitaptaki her bir varaqda ayollar için örnek bo'g'idek islom tarixidagi yo'l ko'rsatkichi yulduzlar bor. Kitaptaki her bir ayolda erlar uchun ayollarga, hemşirelerge ve qizlarga sharmihoya, ilm axloq o'rgatgidek xushxuluqlar bor, go'zal fazilatlar bor. Bu mening sovg'am, bu mening ummidim, bu mening muqaddim o'rnat demoqchi bo'lganim. Suyunlik azizlar, Nazira Muhammed Salih'ini hemmimiz, nurgullarımız tanıyımız. Nazira adamını ben 2015 yılı yazda tanıdım. Şu vaqtda da kitabını götürüp öysüge bağlandım, bana imza koyup bergendi. Ondan da 2008 yılı aspirantlık o'qishga kelgandan başlap, ta 2013 yılgacha nayt yaqin davomli aloqada bo'ldik. Nurg'un ilmlarni birlikda ögünüş şerpiga ega boldum. Yani men birlikte emas, men ögünüş şerpiga ega boldum. Hakikaten özümü, sözümü, hamma nimasi bek chiroyli bir ustozimiz edi. Bir mezgil lagerda ekanligi xabarini oldik. Ondan keyin uyda nazarband ostida ekan degan xabarlarni anglagan bo'ldim. Aniq bilmayman. Nerede bo'lsa, 4 o'g'li bilan yo'ldoshi Adil Tuniyaz bilan birlikte tezroq jam bo'lishini va xotirjam holatda sog' salomat bo'lishini umid qilaman. Bu kitobningki meni eng diqqatimni tortgan narsa nima deydi desanglar, avval harflar bo'yicha tizilgan kitobningki ichidagi shaxslarcha harflar bo'yicha tizilgan vaqtida qarasanglar Aman Nisoxon, Oyxon ona. Ondan keyin yana shu Iparxonba, Nuzugumba bizningki Uyg'ur ayollardanchu. Shu vaqtning o'zida bu meni bek ichimdanchu ajoyib hayajonlantirgandi. Kallamga to'l turkcha gaplar kelib to'g'ri tushuninglar. 51. betdagi Oyxon onaninki hayotini o'qib o'taylik. Bu kitobninki tavsiyasida pek yaxshi mazmunlar bor. Shu kitobni hozir men ilk kitob nusxasidan ko'ryapman-ku. İlk kitap nüshasından ko'ryapman. Oyxon ona. Oyxon ona elsuyar ma'rifatchi. Yaqin zaman Uyg'ur ma'rif tarixidagi to'pkar shaxslarning biri. Oyxon ona
1888 yılı G'ulji şäherinde tug'ilgan. Diniy ve fenni mekteplerde o'qigan. 1933 ve 1934 yılları dadisi ve eridan qolgan miras ta'alluqotini sarf qilib, G'uljining Qozonchi mahallesida maxsus yetim bolalar uchun mektep soldurgan. Bu mektep G'ulja xayriyat mektebi deb atalgan bo'lsa-mu, xalq bu mektepga Oyxon ona mektebi deb nom bergan. Bu mektepte o'quvchilar soni 300 ga yetgan. Bolalarning butun ta'minotini Oyxon ona o'z ustiga olgan. Shu chaqda Ili daryosi saytlarida Oyxon va Oyxon maktabi haqida nurg'un she'r, maqolalar e'lon qilingan. Bu ilm o'chqi necha minglagan o'g'il qizlarni yetishtirgan. Oyxon ana mustabid hokimiyatning turmasiga tushib, chiq azob tortgan va kasal bilan vafot bo'lgan. Oyxon ana maktabi hozirgacha 50 yildan ortiq tarixga ega Uyg'ur yangi ma'rif uchun barliqini taqdim qilgan ma'rifatparvar Oyxon onaning nomi xalq qalbida yodlanib, tarix betlarining nuroniy sahifalaridan o'rin olib kelmoqda. Bu kitobda suyimli azizlar, men Oyxon ona haqidagi yana bir sizlar bilan o'rtoqlashadigan nima bordi, uni kitobning tafsilotlarini deb bo'lgandan keyin andikin o'rtoqlashay. Bununki 2 bölümden terkip tapkan kitapniki 1. bölümüde İslam dünyasidagi ülgülük ayollarni ve ularninki qısqacha hayatını tushundirdi. 2. bölümüde Hidayet Yulduzlari degende Nazira xonimninki yozgan nurg'un yaxshi maqolalari. Masalan, Uyg'ur klassik adabiyotidagi yer obrazi haqida mushu maqolani men o'qigan vaqtimda andin u chaqlarda texnik 20 yoshga kirmagan zamonlarim mening. Shu vaqtida masalan klassik adabiyotimizga nurg'unlagan she'rlarni yoki dostonlarni o'qigan vaqtimizda bizga shundoq bir xil gipim qo'pol ketsa, kechirim so'ramay bir xil shapaq ta'sir berdi. Ey yor, andoq manda hammasi yorlam deb yozilgandek. Men mushu nimani o'qigan vaqtimda Uyg'ur klassik adabiyotidagi yor obrazi haqida degan buni o'qigan vaqtimda, asli mandaqmi o'ylayotganmiz-da degandim. Manda desam xato tushunmanglar, suygi mangulik tema, muhabbat mangulik tema, ammo hammasi ashundadek tuyg'u berib qo'ydi ba'zida-chu. Uyg'ur klassik adabiyotimizdan bugungi kunga yetib kelgan narsa o qadar jiq emas, yozma shaklda yetib kelganlar texmi jiq emas. Buning ichidagi mayli xamisalar, masalan, Parad she'rin doston deymiz, shunami. Biz bo'lgan nurg'un narsa shu muhabbat va yor haqida bo'lgandek, tuyg'u bo'lgandan keyin bu maqola mening Uyg'ur klassik adabiyotidagi obrazlar bo'lgan ko'z qarashimni bir palla yuqori ko'targan bir yaxshi maqola. Ondan keyin bu maqolani İslamiyatdan ilgirki Uyg'ur adabiyotidagi yor obrazi va İslamiyatdan keyingi klassik adabiyotga yor obrazi deb ikkiga bo'ladi. Ondan keyin yana bir menga bek ta'sir qilgan yana bir maqol nima desanglar, taqdir masalasi haqida. Shu chog'larda yoshlarning ko'pincha so'rashi mumkin. Voy, Xudoning taqdiri bo'lsa, nima uchun do'zax jannat ayrildi deb. Hammish Xudoning taqdiri bilan bo'lsa, nimishqa Xudoyim shuni qil deb buyurg'ach qilib qo'ygan tursak, biz nima uchun uningga o'zi taqdirimizga yezib qo'yib, yana oqisdan bizni mushtaq ani qilsa, mani to'g'ri qilsa, mani xato qilsa deb, maninga savob, aning gunoh deb qiz to'g'ri bilamdi degandek bir xil u chog'da diniy tushunchamiz o qadar cho'nqur emas. Undaq o'rganish, ilm olish fursatlarimiz yo'q. Shunda o'qachqa shu tuyg'ular, masalan, 16-17 yoshlik yosh chog'larimizni xiyol qilsanglar, to'xtamay bu bilimni o'rgangimiz bor, uchirgan kitoblarni bir narsalarni topa olsak o'qiymiz, ammo qallamizga mush narsa keladi. Bizning cho'nglar Allohdan bexabar qiltavermaydi. Bu degani to'g'ri, chunki hammani Alloh bilib turg'ichi demakchi. Buni ba'zilar qanday tushundirdi desanglar, hamma ishni Alloh o'rinlashtirdi degandek shaklda tushundirdi. Bu maqola menga mutlaq taqdir va muallaq taqdir haqidagi noit ro'shan farqlarni va bizningki bir odam sifatida yolg'iz taqdirqimizla emas, aql, nafs hammasini o qadar chiroyli holatda yoritilganligimizni mushu maqolani o'qigan vaqtida his qilgandim men. Undan keyin masalan shu qadr tushunchasi, imonning mazmunlari, bu narsa mushu maqolalarningki hammasi ayni vaqtdagi mening islomdagi ba'zi g'uvor tushunchalarimni, ba'zi uqumlarimni oydinlashtirilishimga yordam bergan. Bu kitobni hammalarga tavsiya qilaman. Nima uchun degan vaqtda biz boy deb o'tib ketdik. Onalar
Erlerning qanday erner qilgan xotun, yer qilgan xotun, erler bir qo'lda 5 kun tavrasa, bir qo'lda dunyoni tavratadi. Nurg'un to'g'ri. Ayollar haqiqatan qaltiskin. Lekin bu qaltis ayollar qanday maydonga chiqadi? Tarbiyalash, tarbiyalab güldek sunulgan ayollarning keyingi onalik safari qanday qilib o'ngishli tamomlandi? Dadalar va erlar orqali. Endi biz erlardan nurg'un narsalar, erlarning ayollar ustidagi haqlari, bo'pmi islomninki ayollarimizga bergan nurg'unlagan haq-huquqlari bor. Islomning ayollarga bergan qadr-qimmat bularni ayrim soatlab, kitoblab yozilsa tugamaydi albatta. Ammo reallik hammamiz ko'rib turayotganimizdek. Endi biz mening onaligimni nurlantiradigan bir bu kishi unda qilmaydi. Bu meni mandaq bosidi. Yoki menga bir yerdan ilhom kelsa bo'ldi. Mening ayolligimni nurlantirib qo'ydiganga bu menga mandaq qilsa men nurlandim. Ayada piliknima yandan tatib mayoq kirsini yo'qib mandaq qiliblan bir gugutni yiqib qo'ysa men nurlandim deb o'tirib saqlab tursak, agar ular nurlandi biz qanday qilamiz? O'chab qolaylimi? Yo'qab ketaylimi? O'zimizni nurlantiramiz. Ularning kirsillari bo'lmasa, jinchiraqlari bo'lmasa, pilikleri bo'lmasa, shamlari bo'lmasa, ularning chaqmoqlari bo'lmasa, biz tosh bu. Toshni tosh qursa o't chiqqandek o't chiqarib turib o'zimizni yo'rtishga kuchishimiz kerak. Shuni ayollar uchun kitob o'qish intayin muhim. Ruhini kuchlantiradigan kitoblarni o'qish intayin muhim. Bu kitobni erlarga tavsiya qilaman. Ammo ayollarimizga bekrak tavsiya qilman. Endi islom tarixidagi mashhur ayollarniki tarjimalar qisqa berilgan. Ammo biz shu qisqa berilgan tarjimalar ishidan bekrak izlanay, voy bu kimdi, qanday qilgandi, oyxonaning yana qanday narsalar bordi, nuzgum qanday qildi degandek narsalarni texim cho'nqurlab o'rganmoqchi bo'lib qolsak, ashunday berilgan uchurga ismga asosan boshqa yerdan texim tafsiliy materiallarni tep izlasak bo'ladi. Oyxonamning ismini men qachon mana desam zangli qilmanglar. Burun kichik chog'larimiz bu kitob o'qigan jarayonimni anglagan bo'lishim mumkin. Ammo mening kallamda intayin cho'nqur ta'sir qoldirgan vaqti Muyassar Hamdan Oyxon fondi qilgan. Ündidarda 2015-2016'la mekin ish qilib qaysamanlar. Shu vaqtda Oyxonani fondi degan vaqtda ajab shunda qaltis ishlarni qilibdi, yaxshi ishlarni qilibdi. Shu chaqda men Oyxon ananing tarjimali hamma narsani izlanib ko'rib, nim degan qaltis degandim. Masalan, shu chaqda ochgan kurslarning ma'lum qismi Oyxon ana fondiga ketadi. Ondan keyin biz xonim qizlar ilmchimizningki 2-chi sonida maxsus shu Uyg'ur ma'rif tarixidagi Töhbekar ayollar degan temada 2-chi qitimli xonim qizlar ilmchini ashta o'tkazdik va G'uljidagi Töhbekar xonim qizlarimizni, onalarimizni eslagan vaqtimizda biz Oyxon onani alohida eslab o'tdik. Demakchi o'g'limizda Uyg'urlarningki tarixida mayli islomiyatdan burun yoki islomiyatdan keyin bo'lsin, Uyg'ur ayollariga haqiqatan nurg'unlagan haq-huquqlar berilgan va ayollarningki yolg'iz bu farzand tarbiyasi u emas. Butun millat va butun davlat tarixidagi taqdiridagi o'rniga intayin muhim o'rin berilgan. Buni Uyg'ur davlatiningki bayrog'iga qaraydigan bo'lsanglar, menchi dünya tarixida bir bayroqqa erilen ayolning boshida tushirilgan bayroq faqat shu birisi bo'lishi mumkin. Hamda bek bilmayman, agar bu vaqt izlanganlar bo'lsa, menga xabar meni bu vaqtda bilimga ega qaysi xo'sh bo'laman. Demakchi o'g'limda shu zamondan boshlab ayollar erlar bilan barobar haq-huquqlarga erishgan. Bu deganlik erlar bilan ayollar o'xshash bo'lgan degan gap emas. Ayollarning tabiati va ularning fitratiga loyiq, erlarning tabiati va fitratiga loyiq shakldagi adalet bu. Bizningki bugungi kun o'zimizni kuchlantirishimiz, kuchli onalardan bo'lishimiz nurg'un vaqtlarda ayollar bekrak ruhiyatga moyil bo'lgani uchun ruhiyatimizni kuchlantiradigan narsalar nodir kitoblar, nodir darslar, nodir leksiyalar, nodir do'stlar va nodir yerlar. Şunu özümüz ilaqda çoxum etrafında çıx adam bolsun, salam saat qılay, kiyim kiyiş birdiğan, yolda meniş birdiğan, men çaqasam çaqırdiğan dastıqnımga o'tirish birdiğan jiq dostum bolsun. Dostumuz chiqos yaxshi, ammo
esqatmasa yoki bizning hayotimizni mavhum yoki yilqidek po'jangza valdi hech hayotda qimmat yaratmaydigan taraflarga majburlaydigan bu xil shaklda bo'lib qolsa o'ylanishimiz kerak. To'xta. Mening ma'naviyatimning kuchlanishi uchun, mening onaliqim, mening ayolliqim uchun nima lozim? Yaxshi do'stlar lozim. Yaxshi kitoblar lozim. Men ham bu yerda qila oladiganim o'zim o'qigan kitoblar ichidagi yaxshilarini tavsiya qilish. Bu kitobni cho'qim o'qib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Shundoqla oxirida mushu kitobningki kitob xizmati uchun mayli qachonlarda bo'lsin, ajri singan kitob to'r bekatlarini qo'ygan, ashlarning bir-birini skanerlab kitoblarni yozganlardan Alloh rozi bo'lsin. Chunki u kitobning qog'oz nusxasini elib ko'rish bugungi kunda dunyoning hamma yerlarida taqilib yashayotimiz hammamizga mumkin bo'lmaydi, ammo bizni shu fursatga ega qilgan shu qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu kitobni yozgan suyimlik ustozimiz Nazira Muhammad Salihadimiz ve ailesiga aman esenlik, baldırak cem buluşunu tileyimiz. Texim güzel emgekler, texim qaltis bizni nurlandırdıgan bilim nurundan yüz görüş nasip boğay. Bugünkü kitap tavsiyesi şundaqla analar haqidagi o'ylagan o'y xayollarimni o'rtoqlashim bir şey geçip olsun. Ahirda deydiganim, agar sizlar ma kitobni tavsiya qilsangiz deydigan yaxshi nadir kitoblar olsa, shu baho yozdigan yoki yozib qo'ysanglar, men o'qigan kitoblar olsa, shuni tavsiya qilish kerak deb qarsam, qaytadan chiqib tavsiya qilaman. Agar o'qimagan kitoblar bo'lsa, o'qib, yaxshi kitoblarni tavsiya qilishga tirishaman. Ko'pchilik rahmat. Atadagi kitob o'qish bayraminglar mübarek bo'lsin. Har kunimiz bayram bo'lsin. Har kuni kitob o'qishni unutib qolmaylik. Allohga omonat. Xayr xo'sh.